Men 519-22 guruh talabasi Zulfiqor Faringiz. Bugun sizlar bilan bolalarda rivojlanish kamchiliklarini differentsional tashxislash usullari haqida tanishib o'tamiz. Rejalarimiz: tashxislash tushunchasi. Ikkinchi reja bolaning rivojlanish xususiyatlari. Uchinchi rejamiz tashxislash natijalari asosida bolaning rivojlanishini baholash. Ishning maqsadi aynan o'sha bola rivojlanish xususiyatlarini aniqlash orqali unga individual yondashuvni o'rganish. Ya'ni har bir bola o'ziga xos rivojlanadi. Bu rivojlanish qanday kechayotganini aniqlash uchun diagnostika zarur. Tashxislash orqali bolada biz o'sha qaysi sohalarda orqada qolayotgani, qaysi sohalarda yutuqlar borligini aniqlashimiz mumkin. Bu ma'lumotlar asosida to'g'ri korreksion ishlarini tuziladi. Bola bilan ishlashda individual yondashuv qo'llaniladi. Natijada bolaning o'sha rivojlanishiga to'g'ri yo'lga tushadi. O'qituvchi, logoped, psixolog va ota-onalar to'g'ri yondashuvda ish olib boradi. Umumiy maqsad bu tashxislash orqali bolalarga to'g'ri yordam ko'rsatish, uning rivojlanishidagi muammolarni erta aniqlash va oldini olish. Bu bizning ishimizning maqsadi. Tashxislash tushunchasi bu bola rivojlanishining hozirgi holatini aniqlash, yutuq va muammolarni baholash jarayoni hisoblanadi. Aynan pedagogik va psixologik diagnostika orqali bolaning nutqini holati yoki o'sha emotsional irodaviy holatini yoki tafakkur, xotira, e'tibor, psixomotor rivojlanishi o'rganiladi. Ushbu jarayonlar uchun testlar, kuzatuv, suhbat, amaliy topshiriqlar va turli xil metodlardan foydalangan holatda bolani rivojlanish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Tashxislash diagnostikaning asosiy maqsadi bolani rivojlanishining ijobiy yoki salbiy ketayotganligini kuzatish hamda korreksion tuzatuvchi ishlarning asosini yaratish, rivojlanish dinamikasini o'zgarishini aniqlash, bola uchun individual yondashuvni belgilash. Bu diagnostikani, ya'ni tashxislashning asosiy maqsadi. Tashxislashning turlari: pedagogik jihatdan, psixologik, logopedik va tibbiy jihatdan tashxislash turlari mavjud. Pedagogik jihatdan o'quv faoliyati, diqqat, xotira, o'quv ko'nikmalari aniqlanadi. Psixologik tashxisda esa bolaning hissiy holatlari, shaxsiy xususiyatlari, muomala va motivatsiyasi o'rganiladi. Bundan tashqari bolani bilish jarayonlari, ya'ni bilish faoliyatlari, diqqat, xotira, idrok kabi jarayonlar ham o'sha psixologik tashxis orqali aniqlashimiz mumkin. Logopedik tashxisda o'sha bolaning nutqiy rivojlanishi, uning talaffuzi, leksik, grammatik, fonetik, fonematik jarayonlarini tashxislash bu logopedik tashxislash, ya'ni diagnostika turlari hisoblanadi. Tibbiy tashxis bu bolaning salomatligi, eshitishi, ko'rishi, asab tizimi holatlari o'rganiladi agar kerak bo'lsa. Asosiy metodlar: kuzatuv, suhbat, testlar va amaliy topshiriqlar orqali. Bu metodlar orqali biz bolaga aniq bir tashxis qo'yishimiz mumkin. Kuzatuvda aynan bolaning tabiiy holatidagi harakat va xatti-harakatlari o'rganish. Suhbat orqali bolaning fikrlash darajasi, so'z boyligini aniqlash. Testlar orqali, psixologik yoki logoped testlar orqali ko'rsatkichlar olinadi. Keyin amaliy topshiriqlar. Amaliy topshiriqlarda biz bolani qo'l mehnati, motorikasi, tafakkurini aniqlash uchun ushbu metoddan foydalanamiz. Tashxislash jarayoni bosqichlari ham mavjud. Bu bosqichning birinchisi ma'lumot yig'ish, ota-onalar, tarbiyachilar yoki avvalgi tashxislar orqali tashxislash o'tkazish, metodlar yordamida bola bilan ishlash, natijalarni tahlil qilish, muammo yutuqlarni aniqlash, xulosa va tavsiya, keyingi ishlar uchun yo'nalish belgilaydi. Bolaning rivojlanadi, ya'ni rivojlanish xususiyatlari. Har bir bola o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Bu rivojlanish baholashda bir nechta asosiy yo'nalishlar mavjud. Birinchisi nutqiy rivojlanish, uni so'z boyligi, talaffuzi, grammatik jihatdan bog'lanishi yoki gap tuzish, og'zaki va yozma nutqini idrok etish, o'sha bolani
nutqiy rivojlanish hisoblanadi. Muammolar bo'lishi mumkin tovushlarda buzilishda, masalan s, r kabi tovushlar, ya'ni bu tovushlarni boshqa bir tovushlarga almashtirish holatlari ham kuzatiladi. Unda o'sha so'z boyligining kamligi, gaplar tuzilishida xatolar, alohida so'zlar bilan cheklanish kabi muammolar bo'lishi mumkin. Aynan dislaliyaning barcha turi o'sha bolalarda ham kuzatilishi mumkin. Psixomotor rivojlanish bu bola harakatlarining aniqligi, muvofiqligi, tezligi va koordinatsiyalari orqali bildiriladi. Baholanadigan jihatlar: nozik va yirik motorika, qo'llarning muvofiqligi, muvozanatni saqlay olishi, ko'z-qo'l koordinatsiyalari. Muammolar bo'lishi mumkin harakatlarda, sezishda, yozuvda. Ushbu jarayonda bolada o'sha kamchilik kuzatilishi mumkin. Intellektual rivojlanishi bolada o'quv faoliyatida yoki aqliy faoliyatida qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni o'sha diqqat, idrok, xotira, tafakkur, qiziqish va bilimga intilish darajasi. Muammolar bo'lishi mumkin mantiqiy bog'lanishni tushunmaslik, testlarda sust natijalar, diqqatni uzoq vaqt saqlay olmaslik holatlari kuzatiladi. Emotsional ixtiyoriy rivojlanish bu bolaning hissiy holati, o'zini tuta bilish, sabr, mustaqillik, ijtimoiy munosabatga ko'rish qobiliyatlarini bildiradi. Baholanadigan jihatlari: o'zini o'sha his-tuyg'ularni ifoda eta olishi yoki sabrlilik, irodalilik, barqarorlik, o'zini boshqarib bilish, o'yin va jamoaviy faoliyatni moslasha olishi. Muammolar bo'lishi mumkin o'sha tez jahli chiqishi yoki tortinchoqlik, mustaqil qaror qabul qila olmaslik, jamoada o'zini tutish qoidalariga rioya qilmaslik muammolar bo'lishi mumkin. Ijtimoiy rivojlanish qo'shimcha yo'nalish sifatida bolaning jamiyatdagi o'rni, muomala madaniyati, boshqa bolalar bilan bog'langan aloqasini o'z ichiga oladi. O'yinlarda qatnashish qobiliyati, o'qituvchi va kattalar bilan muloqot qilish madaniyati, do'stlashish, baham ko'rish, navbat kutish muammolar ham o'sha kuzatilishi mumkin. Tashxis natijalari asosida bolaning rivojlanishini baholash. Tashxis natijalarining turlari sifati verbal, e'tiborli, sust, tovush buzilishi mavjud, ko'rsatmagan, bo'ysunmaydi kabi ifodalar orqali sonli, raqamli, test ballari, foizlar, reyting ko'rinishidagi ma'lumotlar ikkalasi birga qo'llansa aniq baholash bo'ladi. Baholash mezonlari bola rivojlanishini baholashda quyidagilarga e'tibor qaratiladi. Nutqiy rivojlanish, psixomotor rivojlanish, keyin intellektual rivojlanish, emotsional rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish. Baholash mezonlari: so'z boyligi, harakatlar aniqligi, xotira, tafakkur, idrok, his-tuyg'ularni aniqlash, muomala, guruh bilan ishlash qoidalariga rioya qilish. Natijani tahlil qilish bosqichlari: tashxis natijalarini jamlash, yuqoridagi mezonlar bilan solishtirish, zaif va kuchli tomonlarni ajratish, rivojlanish darajasiga aniqlash, xulosa chiqarish, tavsiyalar ishlab chiqish. Xulosa qilib aytganda, tashxislash natijalari asosida tuzilgan reja individual yondashuv tarzda olib boriladi. Nutqiy rivojlanish uchun logopedik mashg'ulotlar, diqqatni rivojlantirish uchun psixologik o'yinlar, psixomotor rivojlanish uchun harakatli o'yinlar yoki rasm chizish. Mantiqiy fikrlash uchun mantiqiy savol-javob, rasmli topshiriqlar. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.